Assalomu alaykum kanalimizni kuzatuvchilari. Bugun Yaponiyaga qiziquvchilar uchun, shu bilan birgalikda Yaponiyada yashab, Yaponiya jamiyatini yanada yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lganlar uchun Salom Yaponiya nomli kitobini tanishtirib o'tmoqchiman. Bu kitobni nima uchun yozdik? Bu kitobda o'zi nimalar yozilgan? Qanday savollarga javob topish mumkin? Mana shu haqida qisqagina aytib o'taman. Avvalambor bu kitob mualliflari haqida qisqagina gapirib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Nagoya universiteti professori Umerdinov Alisher aka, keyin hozir Ayni kompaniyasida hisobchi lavozimida ishlayotgan Akbar Jalilov, ya'ni men, va Yokohama universiteti magistratura bosqichini birinchi kursida o'qiyotgan Anvarbek Rahimovlar tomonidan yozilgan. Bu kitobni nima uchun yozdik? Avvalambor bu kitobni yozishdan maqsad aynan o'sha paytda Yaponiya haqida turli xil savollar, ya'ni turli xil fikrlar Facebookda, har xil ijtimoiy tarmoqlarda yangray boshladi. Eng yomon tomonlardan biri o'sha Yaponiyaga kelsang, aynan talaba bo'lib kelib, Yaponiya maktabida til o'rganib turib, 3000-4000 dollarlar pul topish mumkinligi haqida gapirila boshladi. Bundan tashqari, o'sha Yaponiyaga yangi kelib, Yaponiya jamiyatida ba'zi bir qiyinchiliklarga duch kelayotgan yurtdoshlarimiz tomonidan savollar Facebookda ko'paydi. Va buni biz ko'rdik va kuzatdik va shunday xulosaga keldikki, demak bu haqida bitta kitob yozish kerak. Kitob yozib, hammasini bitta joyga jamlab, ya'ni o'sha kitobda biz o'yladikki, bu kitobda so'ralmagan savol, berilmagan javob qolmasin degan shior bilan boshladik va Yaponiyaga qanday kelish usullari, Yaponiyaga kelgandan keyin nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, Yaponiya jamiyatiga qanday o'rganib ketish kerak va shu haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Va mana shu kitobni deyarli 3 yil davomida yozib tugatdik. Mana shu 2025-yilni oktyabr oyida tugatilib nashrdan chiqdi. Hozir O'zbekistonda bemalol kitob do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Bu kitobda Yaponiya haqida deyarli hamma narsa yoritilgan desak xato bo'lmaydi. Va bundan buyog'iga ham yana savollar albatta ko'payadi va vaqti bilan bu kitobni yangilab, yo'q joylarini, kamchilik joylarini to'ldirib borishga harakat qilamiz. Avvalambor Yaponiyaga talaba bo'lib kelmoqchi bo'lganlar uchun ham batafsil ma'lumotlar bor. Yapon tili maktablariga kelish, ya'ni Yaponiya universitetlariga kelish, bular uchun nimalar qilish kerak? Yapon tili kerakmi yoki ingliz tili bilan kelsa bo'ladimi? Bu haqida ham batafsil ma'lumotlar bor. Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, bu kitob faqat Yaponiyaga keluvchilar uchun emas. Yaponiyaga kelgandan keyin Yaponiya jamiyatiga o'rganishlik juda